Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Uy sharoitida vilgras o'stirishni davom etamiz. Bugun 25-yanvar, kechki payt. Demak, latokni yoyib qo'ydik. Hozir endi mana qanaqa ko'rinishdaligini ko'rasizlar. Demak, mana ajoyib, hammasi unib turibdi. Endi bunga suv sepib qo'yishimiz kerak. Mana pulverizatorda mana shunaqa qilib akkuratni sepib chiqamiz. Shoshmasdan mana taxminan bir yarim litr, 1 litr suv ketadi. Pulverizatorimiz ham mana normalniy ishlaydi. Mana shunaqa qilib sepib qo'yamiz. Chiroyli qilib. Taqillayotgan narsa bu уже mana chelagimizga suv tomyapti mana. Ko'rdinglar? Mana shunaqa holat. Kechki payt shu jarayonni yana bir marta qaytaramiz. Hozir buni sepib bo'lib yana olib qopqog'ini yopib qo'yamiz. Akkuratni qilib. Chiroq tushmasligi kerak bunaqa paytda. Qorong'ida o'stirib olamiz-da ozgina. Hali svet yoqishga bu yerda hali vaqtli. Mana shunaqa dimlanib turish kerak latok tagida. Mana shunaqa holat. Shu bilan kechqurun yana sepamiz, ko'rsataman. Yaxshilikni ko'rishinglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.